bilishadiki, donishmand bo'lmaslikdan. Menda sharoit bo'lmadi o'qishga. Ishlardim. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz Xayrulla aka Asadov ijtimoiy tarmoqlarda haqli ravishda mashhurlikka erishgan shaxs Xayrulla aka Asadov yonlariga keldik. Hozir u kishi bilan o'tib qisqagina intervyu uyushtiramiz. Xayrulla aka assalomu alaykum. Hozirgi kunda o'zbek yoshlari o'qishi shart deb bilgan 3 ta adabiyotni aytib o'tsangiz. Ular ko'p o'qishmagan, o'shaning uchun boygidek yana gapiraman. Sherlik Holmsni o'qiysiz. U juda qiziqarli, maza qilib o'qiysiz. Ikkinchi kitob Sariqni Zdenevni meni ham ajoyib kitob. Uchinchi kitob Robinzon Kruzo ko'p insonlarning adabiyotga kirishiga sababchi bo'ldi. Yevropa adabiyotining ustunligi bilib olinglar, ular dunyoni ko'p ko'rishdi. Dunyo ko'rgan inson boshqa insonlardan ko'ra ko'proq gapira oladi. Endi dunyoni ko'rishga pulinglar bo'lmasa, kitob o'qasiz, dunyoni xohlagan davlatini cho'mchagingizdan pul xarajat qilmagan holatda o'sha borib kelgan insondan ko'ra ko'proq narsa bilasiz. Nimaga? U borib aylanib keladi. Siz u kitobni o'qiysiz, uni ildizlarigacha kirib borasiz. 5 ming so'm pulga nima Dubaydan xolasangiz aylanib kelish, xolasangiz arab davlatlari. Yevropa kutubxonalarida yozib qo'yilgan, eshitib olinglar. Jim turing, bu yerda faqat murdalar bilan suhbat quriladi. Bu juda buyuk gap. Nima uchun? Aristotellar, Alisher Navoiylar o'lib ketganiga necha ming yildan oshdi. Ular bilan gaplashishni xohlaysizmi? Kitoblarni o'qing. Hozirgi kunda qanday kitoblar o'qish kerakligi haqida aytib o'tdingiz, lekin o'qimaslik kerak bo'lgan yoki ehtiyotkorlik bilan o'qish kerak bo'lgan adabiyotlar ham bormi? Aytyapman do'stlarki, sizlar ozgina kitob o'qib chiqqanlaringizdan keyin o'zingizlarda DNK hosil bo'ladi. Siz yaxshi yomon kitobni o'zingiz ajratib olaverasiz. Bilmadim, lekin kitobning yomoni bo'lmaydi do'stlar. O'zingiz miyangiz analiz qiladi. Boshlashga lekin baribir davrlar sinovidan o'tgan kitoblarni o'qishga harakat qiling. Borib miyangiz yuksak bo'lgandan keyin yomon kitobdan ham yaxshisini ajratib olasiz. Rahmat.